Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Bugungi yangi xabarlarimizda O'zbekistonda 10-mart, 16-martgacha kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Gazeta.uz sharhi. O'zbekistonda bahorning ikkinchi haftasi iliq bo'lishi kutilyapti. Xususan, hafta o'rtasi va dam olish kunlari janubiy viloyatlar va cho'llarda havo harorati +24 darajagacha ko'tarilishi prognoz qilinmoqda. Ayni vaqtda bu hafta respublika bo'ylab deyarli yog'ingarchilik quruq o'tadi. Ushbu sharh O'zgidrometning qisqa va muddatli ob-havo prognozlari asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi sharhlar ob-havo buyruqlari prognozlardan raqamlar hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro ob-havo prognozi markazlarining ma'lumotlari bilan to'ldirilgan. Bu ham prognozlar sharhlar amaliyotida tasdiqlangan samarali usulidir. O'zbekistonda joriy hafta davomida ob-havo harorati mamlakatning aksariyat qismida shu davrga asosan iqlimiy me'yoriy atrofida bo'ladi. Tog'lar va ayrim kunlari Surxondaryo viloyatidagi vaziyatni hisobga olmasa, respublika bo'ylab yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati hafta bo'yi asta ko'tarilib borishi tamoyiliga ega. Umuman olganda, bu hafta respublikaga quruq va iliq havo massalari kirib kelishi davom etmoqda. Like va podpiska bosishni unutmang.